Mana bu kabi stakanga suv quyib, hozirgi tez yurar poyezdlarning sifatini tekshirishar ekan. Ya'ni poyezdga ichiga qo'yadi, u qanchalik tezligini oshirmasin. Agar suv mana shunday barqaror turadigan bo'lsa, demak yaxshi. Agar mana bunday harakatlanib to'kiladigan bo'lsa, demak unda muammo bor. Endi biz mana shu stakanni bir mo'min musulmonga o'xshatsak bo'ladi. Ichidagi suvni esa nafsiga, tashqaridan keladigan turli zarbalarga qaramay, agar u barqaror tura olsa, demak Alloh taoloning yozgan qadariga to'liq iymon keltirgan. Agar mana bu shaklga kiradigan bo'lsa, demak unda ham muammo bor. Lekin tashqaridagi zarb nima? U bizni qadarimizdagi Alloh taolodan keladigan turli xil sinovlar, rizqimizning tor bo'lishi, oilamizdagi muammolar, sog'ligimizdagi muammolar yoki yaqinlarimizni yo'qotish. Shular jumlasidan. Mana bu nafsimizni mutmain qilish uchun, Alloh taolodan keladigan har qanday sinov uchun xotirjam nafsga aylantirish uchun avvalo Robbimizni tanishimiz kerak. Alloh taolo nozil qilgan Qur'on kitobni o'qishimiz, o'rganishimiz kerak. Alloh taolo buyurganlarini bajarib, qaytarganlardan qaytishimiz kerak. Allohni zikr qilishimiz, ibodatlarimizda mustahkam bo'lishimiz kerak. Ana o'shandagina mana bu nafs asta-asta sokinlashadi va oxiri to'xtaydi. Agar Alloh taoloni tanimasak, unda bu to'lib toshadi va Alloh taologa osiy bo'lib qolishimiz mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karim Shura surasida marhamat qiladi. Agar Alloh o'zining bandalarining rizqini keng qilib qo'yganida, ular yer yuzida haddan oshib keturlar. Lekin u o'zi xohlaganlariga o'lchab tushirur va u o'z bandalaridan o'ta ham xabardor va o'ta ko'rguvchidir. Demak, birodar, bizga kelayotgan rizq ozmi, ko'pmi? Bu Alloh taoloning fazli bilan va bizga xoir. Va bizga kelayotgan har qanday sinov ham Alloh taoloning qadari va biz bunga to'liq iymon keltirishimiz va nafsimizni mutmain qilishimiz kerak bo'ladi. Shundagina inshaalloh Allohning roziligiga erishamiz. Assalomu alaykum.